Assalomu alaykum. Bugungi demak 11-mavzumiz aniqmas integrallar. Aniqmas integrallarda quyidagi tushunchalarni birinchi o'rganib o'tamiz. Ya'ni boshlang'ich funksiya, aniqmas integral xossalari, integrallash jadvali, integrallash usullari quyidagilardan iborat: bevosita integrallash, o'zgaruvchilarni almashtirish yordamida integrallash hamda bo'laklab integrallash. Birinchi demak mana boshlang'ich funksiya va aniqmas integral tushunchasini kiritamiz. Bunda demak agarda funksiyaning aniqlanish sohasida katta fx ning hosilasi barobar kichik fx tenglik bajarilsa, katta fx funksiya kichik fx funksiyaning boshlang'ich funksiyasi deyiladi yoki integrali deb ataladi. Endi masalan, katta fx barobar x ning 4-chi taqsim 4 funksiya fx barobar x kub funksiyaning boshlang'ichi bo'ladi. Chunki demak f ning 4-chi darajasi taqsim 4 ning hosilasi x kubga teng. Ta'rifni qanoatlantiradi. Berilgan fx funksiya uchun boshlang'ich funksiya yagona aniqlanmaydi, chunki quyidagi funksiyalarning har bittasining hosilalari x kubga teng. Demak, hammasining mana shu funksiyalarning hammasi uchun x kub boshlang'ich funksiya bo'la oladi. Endi fx funksiyaning barcha boshlang'ich funksiyalar to'plamiga aniqmas integral deyiladi. Ya'ni quyidagicha yoziladi: integral fx dx barobar katta fx plus s ko'rinishida yoziladi. Demak, fx funksiya integral ostidagi funksiya deyiladi. Fx dx ga esa integral ostidagi ifoda deyiladi. Bu ifoda bo'lishiga sabab bu differensial, ya'ni fx ko'paytirilgan dx qaysidir funksiyaning differensiali. Demak, aniqmas integralning xossalari quyidagilardan iborat. Ya'ni birinchi xossasi aniqmas integraldan olingan hosilaga integral ostidagi funksiyaga teng bo'ladi. Hosila demak integral fx dx ning hosilasi fx ga teng. Ikkinchi xossasi demak aniqmas integraldan olingan differensial integral ostidagi ifodaga teng. Ya'ni differensial integral fx dx bu barobar fx ko'paytirilgan dx ga teng. Keyingisi biror funksiya differensialidan olingan integral shu funksiyaning o'zgarmas aniqligicha olinganligiga teng. Ya'ni integral differensial fx barobar katta fx plus s ga teng. Ya'ni bu yerda differensial bilan integrallar bir-birini yeb ketadi, faqat ulardan o'zgarmas aniqligicha olinganligiga teng, ya'ni o'zgarmasga farq qiladi. 4-chi xossasi demak o'zgarmasni integral belgisi tashqarisiga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni integral k fx dx bo'lsa, buni k ni integraldan tashqariga chiqarishimiz mumkin. Demak, ikki funksiya yig'indisi ayirmasidan olingan integral shu funksiyalarning integrallari yig'indisiga teng bo'ladi. Endi integrallash jadvallariga juda ham yaxshi e'tibor qaratishimiz kerak. Integralimiz bizda demak differensial bunga nisbatan teskari amal, ya'ni xn ning hosilasi bizda n ko'paytirilgan x ning n-1 edi. Bu yerda daraja hosilada daraja kamayapti, bu yerda qo'shilyapti. Ya'ni x n+1 taqsim n+1 plus s ga teng bo'lar ekan. n faqat -1 ga teng emas, n-1 ga teng holati uchun alohida jadval bor, alohida formula. Bu formulamiz demak mana 1 taqsim x, bu x ning -1 darajasi, bu ln x plus s ga teng. Yana qo'shimcha ln x ning hosilasi 1 taqsim x ga teng. Shu narsani har bittasini solishtirib o'rganishimiz kerak.
A darajasi x ning integrali, aniqmas integrali barobar a ning x-inchi darajasi l taqsim ln a plus c ga teng. A darajasi x ning hosilasi bu a darajasi x ko'paytirilgan ln a edi. O'sha ln a ni qisqartirish uchun bu yerda ln a ga bo'lingan. Yana demak, a darajasi x funksiyaning aniqlanish sohalarini ham e'tiborga olishimiz kerak. To'rtinchi y darajasi x funksiyadan olingan integral y darajasi x plus c ga teng. Buni juda ham yaxshi bilamiz. Y darajasi x ning hosilasi ham, demak, integrali ham o'ziga teng ekan. Endi sinus x dan olingan integral bu minus kosinus x plus c ga teng. Kosinusning hosilasini yoniga yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni kosinus x ning hosilasi minus sinus, ya'ni minus plus bo'lib ketadi, plus sinusga teng bo'ladi. Ya'ni integral ostidagi funksiyaga teng. Kosinusdan olingan integral sinusga teng. Demak, sinusdan olingan hosila kosinusga teng. Bir taqsim ildizosti a kvadrat minus x kvadrat dx ning integrali arc sinus x taqsim a ga teng bo'ladi, plus c ga. Bu yerda buni isbotini x barobar a ko'paytirilgan sinus t ko'rinishda almashtirish bajarish yordamida keltirib chiqarishlaringiz mumkin. A bu yerda 0 dan farqli. Bu yerda integral 1 taqsim a kvadrat plus x kvadrat dx'imiz barobar 1 taqsim a arctangens x taqsim a plus c ga teng. Arctangensning hosilasini oladigan bo'lsak, yana 1 taqsim a bilan qisqartiradigan bo'lsak, demak, mana integral ostidagi funksiyaga teng bo'ladi. Buni isbotlashda x barobar a ko'paytirilgan tangens t ko'rinishda almashtirish bajaradigan bo'lsak, quyidagi, demak, integral formulasini olishimiz mumkin. 9-chi ifodamiz 1 taqsim x kvadrat minus a kvadrat dx barobar 1 taqsim 2a natural logaritm absolyut qiymat bilan, demak, x minus a taqsim x plus a. Bu yerda mana bu integral ostidagi funksiyani 1 taqsim x kvadrat minus a kvadratni barobar 1 taqsim 2a qavs ichida 1 taqsim x minus a minus 1 taqsim x plus a ko'rinishda yozib olamiz va integrallaydigan bo'lsak, demak, natural logaritmlarga teng bo'ladi. Ularning orasidagi ishora minus bo'lganligi uchun logaritmning xossalalariga ko'ra logaritm a minus logaritm b barobar logaritm a taqsim b bo'ladi. Shuning orqali ifodalashimiz mumkin. Yana bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. dx barobar dx minus a ham teng. dx barobar dx plus a ham teng. O'sha yordamida shu xossalardan foydalanib buni isbotlashimiz mumkin bo'ladi. Yana integral ostida 1 taqsim x kvadrat plus a dx integralimiz bu teng bo'ladi natural logaritm x plus ildizosti x kvadrat plus a ning absolyut qiymati jihatdan natural logaritmi plus c ga. Agarda bu yerda buni isbotlash uchun t barobar x plus ildizosti x kvadrat plus a ko'rinishda almashtirish bajarishimiz kerak. Shu almashtirish bajarish yordamida bu integralni isbotlashimiz mumkin. Keyingi slaydimiz 1 taqsim kosinus kvadrat x dx integrali. Buning integrali tangens x ga teng. Tangens x ning hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Buni oldingi darslarimizda o'rgangan edik. 1 taqsim sinus kvadrat x ning integrali bu minus kotangens x ga teng plus c ga. Kotangens x dan hosila olsak, minus 1 taqsim sinus kvadrat x edi. Endi integrallash usullari, birinchi mana bevosita integrallash. Bu integrallash jadvali va xossalardan foydalanib integrallashga
bevosita integrallash deyiladi. Lekin ayrim misollarda bevosita integrallashda qiyinchiliklar tug'iladi. Shuning uchun biza boshqa usullardan ham foydalanishimiz kerak bo'ladi. Mana bu misol berilgan. Buni shu bevosita integrallash, ya'ni integrallash jadvallari hamda integralning xossalaridan foydalanib isbotlaymiz, yechamiz. Yechadigan bo'lsak, demak, har bir hadini x kvadratga bo'lib olamiz hamda alohida funksiyalardan integrallaymiz. Shunda, demak, 3x kvadratning integrali x kub minus x ning integrali birinchi formuladan x kvadrat taqsim 2 plus 1 taqsim x ning integrali ikkinchi formuladan natural logaritm x minus demak 1 taqsim x kvadrat bu x ning minus ikkinchi darajasi. Bu ham birinchi formulaga ko'ra x ning minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 taqsim demak minus 2 plus 1 bu minus birinchi darajasi bo'ladi. X ning minus birinchi darajasi 1 taqsim x ni bildiradi hamda minus 1 soniga bo'layotganimiz uchun oldida minus paydo bo'ladi. Yana plus qo'shimchasiga konstantlarni qo'shib qo'yishimiz kerak. Endi o'zgaruvchilarni almashtirish usuli ifodaga fx ga demak qanaqadir x barobar phi t almashtirish bajarishimiz kerak bo'ladi. Ayrim hollarda almashtirish bajarsak, demak integralimiz sodda hisoblanadi. Shuning uchun bu o'rin almashtirish usullari, demak, quyidagi integral berilgan bo'lsin. Mana integral x ko'paytirilgan x minus 1 ning 12 darajasi dx. Bu yerda demak x minus 1 ni t bilan belgilab olamiz. Ya'ni x minus 1 barobar t. Bundan x ni topadigan bo'lsak t plus 1. dx ni hisoblaydigan bo'lsak bu dt ga teng. 1 ning differensiali 0 ga teng. Keyin o'rniga olib borib qo'ysak t plus 1 ko'paytirilgan t ning 12 darajasi. Qavslarni ochib oladigan bo'lsak t ning 12 darajasi plus t ning 13 darajasi hosil bo'ladi. Ularni integrallash formulasining birinchi formulasidan t ning 13 taqsim 13 plus t ning 14 taqsim 14 plus s. Ya'ni faqat bu yerda boshlang'ich nimani qo'yib qo'yishimiz kerak. Nima almashtirish bajarganimizda mana x minus 1 ni t ga almashtirgan edik. Endi t ning o'rniga x minus 1 ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bo'laklab integrallash formulasi bu formulani demak ikkita funksiyaning ko'paytmasining differensialidan kelib chiqqan. Bu demak u dv ning integrali barobar u ko'paytirilgan v minus integral v ko'paytirilgan du. Ayrim funksiyalardan integrallash tablitsasida hamda xossasida yo'q bo'lgan integrallarni hisoblashda biz bo'laklab integrallashdan foydalanamiz. Mana bu demak u shtrix x'imiz dx'imiz du ga teng, v shtrix x dx'imiz dv ga teng. U holda quyidagi bo'laklab integrallash formulasi hosil bo'ladi. Integral u dv barobar uv minus integral v du ga teng. Misol. Mana bu ko'rinishdagi integral berilgan, ya'ni integral ostida x ko'paytirilgan y darajasi x dx. Buni demak bo'laklab integrallash yordamida hisoblashimiz kerak. Demak yechishda u barobar x ni u deb olamiz. dv yordamida y darajasi x dx ni belgilab olamiz. Endi u dan differensial olsak du'miz dx bo'ladi. dv dan integrallaydigan bo'lsak v barobar y darajasi x hosil bo'ladi. Endi o'sha demak integrallash formulasiga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, mana u ko'paytirilgani v edi. Ya'ni x ko'paytirilgan y darajasi x minus integral ostida v ko'paytirilgan du edi. Ya'ni v u'miz y darajasi x, du'miz dx. Y darajasi x ning integrali ham
y darajasi x ga teng. Shuning uchun javobida x ko'paytirilgan y darajasi x minus y darajasi x plus s hosil bo'ladi. Buni integrallar jadvallaridan yo'q edi. Undan demak hisoblashning iloji yo'q. Shuning uchun bo'laklab integrallash usullaridan foydalanib ishladik. Endi ikkinchi misolimiz ln x. Bu ham ln x'imiz ham integrallash jadvalida berilmagan. Bunda ham demak u yordamida ln x ni belgilab olamiz. dvimiz dx ga teng. du'miz 1 taqsim x dx ga, demak dvmiz x ga teng. Integrallash formulasiga qo'yadigan bo'lsak, u ko'paytirilgan v, ya'ni x ko'paytirilgan ln x minus integral v ko'paytirilgan du, ya'ni x ko'paytirilgan 1 taqsim x dx. Bundan x bilan x qisqarib ketadi. Integral bilan differensial bir-birini yeb ketib, hosil bo'ladi x. X ln x minus x plus s ga teng ekan. Uchinchi mana bu ko'rinishdagi integrallarni ham biz hisoblashimiz mumkin bo'ladi. U yordamida x kvadratni belgilab olamiz. dv yordamida cosinus x dx. Bu yerda demak 2 marta bo'laklab integrallash amalini bajarishimiz kerak. Ya'ni u bilan x kvadratni belgilab olamiz. dv bilan cosinus x dx ni du'miz barobar 2x dx bo'ladi. Demak vmiz barobar sinus x. Shunda o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, uv x kvadrat ko'paytirilgan sinus x minus integral v du. Vmiz sinus x, du'miz 2x dx. Endi buni yana bir marta bo'laklab integrallaymiz. Ikkinchi ifodani. U holda u bilan 2 ni integral ostidan chiqazib yuboramiz. U bilan x ni belgilab olamiz. dv bilan sinus x dx. Agarda du ni hisoblasak dx ga, vmiz minus cosinus ga teng. U holda yana birinchi ifodaga tegmaymiz. X kvadrat cosinus x, bu yerda plus kelib chiqqanligi sababi, bu yerda uv ni ko'paytirsak, x bilan minus x ko'paytirilyapti, yana 2 bor. Shunga plus 2x cosinus x hosil bo'ladi. Minus formulada bor edi, integral ostida yana minus bor. Shuning hisobiga yana minus hosil bo'ladi. Minus 2 cosinus x. Cosinus x ni integralni bilamiz. Bu sinus x ga teng. Mana shu ko'rinishdagi murakkab misolni 2 marta biz bo'laklab integrallash usulidan foydalanib hisobladik. Javobini yana tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Hosilasini olib, shu hosilasi demak integral ostidagi funksiyaga teng bo'lishini ko'rsatishlaringiz mumkin bo'ladi. Endi bo'laklab integrallash formulasi demak quyidagi integrallarni hisoblashda ham qo'l keladi. Mana bu ko'rinishdagi integrallarni demak biz bo'laklab integrallash formulasidan foydalanib integrallaymiz. Demak x ning darajasi har bitta bo'laklaganda darajasi kamayib boradi. O'sha narsaga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak u bilan v ni tanlashda. Quyidagi formulalarni ham biz demak bo'laklab integrallashda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Demak darsimiz tugadi.